O'tgan safar video chiqarganmiz. Mana shunaqangi qo'chqorlarni 3.8 million dan qo'yganmidi? 3.800.000. 3.8 million dan qo'ygandik, talamon bo'lib ketdi. Mana shu xonadonda kelib uyida urush bo'ldi. Sen deydi, nimaga deydi? Yo'q narsani chiqaryapsan deb. Akalar, iltimos mana 2026-yil 15-iyul kuni syomka qilyapmiz. 300.000. Toshkentgacha dastlabki xizmati bor. Ukar vaksinalari ichida qilib beramiz. 2026-yil 15-iyulda syomka qilyapmiz. O'tgan safar mana shuni orqasidan urush bo'ldi. Yo Farhodjon, ming bor uzr, yetkazib bo'lmayapti javob berib. Bitta telefon. Endi 10 ta odam telefon qiladi, anancha odam telefon qilyapti, uspet qilib bo'lmayapti. Akalar, to'g'rirog'i sanasini pastga ko'rsatib qo'yadi o'zi yozilganini. O'tgan safar video chiqarganmiz, mana shunaqangi qo'chqorlarni 3.8 million dan qo'yganmidi? 3.800.000. 3.8 million dan qo'ygandik, talamon bo'lib ketdi. Mana shu xonadonda kelib uyida urush bo'ldi. Sen deydi, nimaga deydi? Yo'q narsani chiqaryapsan deb. Akalar, iltimos mana 2026-yil 15-iyul kuni syomka qilyapmiz. Akalar, narxini arzon qo'yadi bu akamiz. Bilgan bo'lsalaringiz 15 kun bo'ldi internetga chiqqaniga, mana YouTube'ga video qo'ydirganiga. Undan tashqari 1,5 mingta qo'y sotib oldi. Akalar, mana shu qo'chqorlarimiz hozir 3.8 million so'mdan Farhodjon beraman, soni 70 ta. Hozir buni soliqlari ham bor dedilar. Chaqirdilar. Ochiq oydin kelib sizlarga to'liq syomka qilgani keldik. Akbar aka, qarang. Bor narsani ochiq oydin aytish kerak-da. Bunaqa sizni ham so'kishdi, meni ham telefon qilib o'zim bilan ham urush bo'ldi, to'g'rimi masalan? Endi unaqa bo'lmasin. Ochiq oydin. Qarang, meni shiyorim qarang. Ovuzdan chiqishi oson, tildan chiqishi. Unga javob berish qiyin. Ovuzdan chiqdim, javob beraman. Endi qarang aka, bo'ldi, to'xtating. O'tgan narsa qoldi, janjal bo'ldi, asab buzarlar bo'ldi. 3.8 dan ketdimi? 3.8 dan Farhodjon, soni 70 ta. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Yetkazib olib beraman. Dastlabkasi ichida. Aha. Endi qarang, ochiq oydan aytish kerak. Hozir quyoshga teskari bo'lib qoldi, nariyoqdan yurg'izib boshlaymiz boshqatdan videoda. Bu tomoni dala, boshqa qo'ra yo'q. Faqat Akbar akam eng oxirida turadi. Bunaqada Akbar aka mana qo'ydan ko'rib, buni qilib oldiga olib kelib katta. Yo Farhodjon, qarang, menga qarang, xonadonimga kelib ko'rishsin. Narxiga ham ishonaman, qo'yimga ham ishonaman. Akalar uverenli bo'lib aytadi. Chunki qo'yda narxi arzon, sifati ham zo'r. Kelib, ustida ko'rib, tanlab, bemalol olib ketsalaringiz bo'laveradi. Akalar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Faqatgina tushunmovchilik bo'lyapti. Akalar, chiqqandan keyin olaman deydigan odam sirazi olsin. Narxi arzon, tugab qolsa yana to'g'risida mehnat qilib olib kelasiz. Bir kun, 2 kun oralig'ida keladi. Mana mehnat qilib olib kelasiz. Yana so'kish eshitisiz, o'zingizga ham bo'lmaydi. Mayli, aybim bo'lsa mayli, so'kishsa mayli, odamda aybsiz so'kishsa boshqa. Va bir xil odam telefon qilib qo'yapti-da, qo'yi yo'q ekan degan maliga bo'lib qoladi. Mana o'g'illar bor. Farhodjon, obunachilarimiz kelib olishdi. O'g'illar bor, kommentariyaga men oldim deb nomerini yozib qo'ysin, ishonmasa o'zi bilan gaplashib o'zi bilan gaplashib ko'radi. Qanchadan berganim deyam. Xayri bordi, barakasi bor. Biz aytganimiz bo'lib qolmagan. Endi aka qarang, bularimizni tanlab olgan qanaqa? O'sha 3.8 million yo'q, Farhodjon qarang. Realni aytish kerak, qarang. Bu ochiqini aytish kerak, to'ppa-to'p. Ochiq karta qilish kerak. Mana uni 4 milliondan bermaydi qani ham bor. Buni ichida. Ha, 4 millionda ustidagi qo'ylar ham bor. Endi men deganimki, mana uni bir yerga bo'lsin mana. 3.8 million. Endi bitta narsani ham tushuningda, hammani ham o'tirib olgan imkoniyat yetmaydi. O'rtasidan shunda bo'lib olsin, gapsiz yo'q. Gapimga mana o'zimdan chiqdim, javob beraman. 15 ta olaman deb tayoq tashlasa ham ketaveradimi? Ketaveradi. Oyog'idan bitta tortib olish o'doqan bo'lsa, kelishamiz. Tanlashlarga qara. Tanlashlarga qara. Endi qarang aka, dastavka masalasini ham aytingda, qanchacha bo'ladi dastavkasi? Dastavkasimi? Xo'p, bir yerga bo'lsa mana 12 ta viloyatga yetkazib olib beraman. 10 ta olaman, 5 ta olaman deydiganlargacha aka. Samarqandgacha yetkazib berayin. Samarqandgacha. Bitta olamiz desa ham telefon qilishaversin. Ozgina yelka qo'yib berishadi, dastavkasiga yetkazib olib beraman. Gap yo'q. Akalar, dastavkani ozgincha yordam qilsa, dastavkasini qilib yetkazib beraman deyapti. Xudo xolasa, qo'chqorlarda sifati go'zali udaridan kelgan. Kelaverasizlar. Akalar, unaqangi qattiqlik qilib yoki bo'lmaydi, bo'lmaydi deydigan narsasi yo'q. Kelishtirib yo'l-yo'lda qilib beradi. Akbar aka barakasini bersin, barakasini bersin. O'g'limga ham, sotqonga ham. Otangga rahmat, bittadan layikni bosib, bir padishka qilib turishadi. Bundan keyingi oluvchilarga ham yordam bo'ladi. Sal tarqatib qo'yishaveradi maksimal darajada. Umringizdan baraka toping. Akalar, mana dastavka mashinalari ham tayyor turibdi. Xudo xolasa sirazi chiqarib ham yuboriladi. Videomizda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, oldindan aytib qo'yinglar. Akalar, maqsadimiz to'g'ri mana 1 metr tevaligida deylik
1 metr 2 metr uzoqligida. Farxojon kelib ko'rsin Yaqin qilib tepasiga bunday qilib- agar yolg'on bo'lsa bir aytishaveradi, yozib ham qo'yishaveradi kommentariyaga. Kelib o'g'illar ko'rsa realni bu katta qo'y menga qarang. Joningiz sog' bo'lsin, kam bo'lmang. Buni qamamiz bo'lmasa akalar keyingi partiyani olib chiqamiz. Partiyasiga sog'liq. Akalar sog'liq so'raganlarga hozirgilarda sherigi sog'liqlari. Endi e'tibor beringlar. Qo'chqonlarda dumbasi katta edi. Sog'liqlarimizni dumbasi unaqangi katta emas. O'ziga yarashib turgan. Bu degani bolani zo'r bola beradi. Xudo xolasa dumbasi osilib ketmaydiganidan deydiganlar. Akbar aka soni nechta? Soni 30 ta. Soni 30 ta, hammasi qo'chqon. Yo'q, Sog'liq, sog'liq. hammasi sog'liq. Ha, sog'liq bari. Ular hammasi sog'liq. Yoshlik qanaqa? Yoshimi? 6 oylik hukka berishaveradi. Qachon qo'chqor qo'yishsin? Avgustga qo'shishaveradi. Kichkina bo'lib Avgustga. qoldi, kaltob qoldi, siz bo'lmaydi. Avgustga borib bemalol akalar qo'chqor qo'shsalaringiz bo'laveradi. Bo'ylarini qanchaga beramiz? 70 ga olishaveradi. 70 ga. Narxini ayting endi. Narximi? 3 million 700 mingdan qarang. Xo'sh. Olishaveradi bir yerga mana. 3 Dono million. aloqa bo'lsa kelishamiz. 3 million 700 mingga hammasini bir joyga Bir olganga joyga. Shunday. Dono aloqa bo'lsa kelishamiz. Farhodjon, buni menga qarang, plyusi ham bor, minusi ham bor. 3 million 4 millionga bermaydiqani ham bor, qarang. Xo'sh. Men aytyapman sizga, 4 millionga bermaydiqani ham qilib beraman. Bir yerga o'rtasini shunday bo'lib olsa 3 million 700 mingdan ketaveradi. tayoq tashlab olsa ham optim Tayoq tashlasa ham ketaveradi shunday. Tanlab olsa plyusi. Shunday. Agar o'zingiz chiqarib beradigan bo'lsangiz minus. 3 million 500 mingdan chiqarib beraman o'zim. 3 million 200 500 ming mingdan. ortiqqa chiqarib beraman. Endi qani dastavkasichi? Dastlabkasimi? Samarqandga yetkazib beraman, bir yerga olishsa. Xo'sh. O'rtadan shunday bo'lib olishsa ham yetkazib beraman. Dono Aha. aloqa bo'lsa Toshkentgacha yetkazib beraman. Akalar bitta narsani inobatga olib qo'yinglar, lekin sovliqda xaridori ko'p. O'zlarida ham hozir savdosi bo'lib turibdi, lekin Farhodjon chiqarib qo'yaylik. Bu qo'ylar pul sanagan odamniki bo'ladi. Olaman deb, hali qo'pol qilib aytganda, o'ynashga ishonib, ersiz qolmaydigan maqol Shunday, bor shunday. dedi-yu. O'shini birdek sotuvga chiqaraylik, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, barakali qilib beramiz deyaptilar. Bor narsani aytish kerak. Qo'y pul sanagan odamniki. Akalar telefon qilaverasizlar. Inshaalloh dastavkalarni qilib, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Aka, yemoq ichmoqqa kafolatini Bir qanday berasiz? hafta. Bir hafta Bir sinov bor. hafta sinov muddati bor. Yetkazib beraman, bonusiga vaksinalarni qilib beraman. Barakasini bersin. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buni qamab, keyin partiyani olib chiqaramiz. Olib chiqaramiz, shunday. Akalar puli yengil, narxi arzon, ser xaridor, kambag'alni boy qiladigan, cho'ntagini to'ldiradigan. Oldiga o'tib olamiz akalar. Xudo xolasa, bularimiz qo'chqormi, sovliqmi? Qo'chqor. Ikkinchi partiyasiga qo'chqor. Shunday. Sog'lig'i yo'q. Sog'lig'i yo'q. Ola pakkisini qaranglar, akalar, qashqasini qaranglar. Akbar Qaranglar, aka, to'sib yurasiz. soni nechta edi? Sonimi buniki 22 ta. 22 dona, 10 mingtadan 2 ta o'rta Bo'lib olishaveradi. bo'lib olishaveradi. Shunday. Qarang, nech pul deyapsiz endi? Ochig'ini aytib ko'raylik, buni cho'zish kerak Farhodjon, yo'q. hammasini bir yerga oldim degan odamga 3 million 300 mingdan ketaveradi bir yerga. 3 million 300 mingdan Toshkentgacha dastlabki xizmati bor. Ukar vaksinalari ichida qilib beramiz. 3 million 300 ming so'mdan hammasini bir joyga olgan obunachilarimizga ketaveradi. Ketaveradi. Tanlab olsachi. Tanlab olsami? 3 million 400 mingdan kelib tanlab olishaveradi 100 mingdan. Men o'zim chiqarib berdim deganga 3 million 200 mingdan chiqarib beraman. 3 million 200 mingdan chiqarib berasiz. Chiqarib 3 beraman. million 100 ming 300 ming plyus o'tdimi? minus bo'lsin mana. Barakasini bersin, joningiz sog' bo'lsin. Aka qarang, 4 ta olaman deb taxt tashlayapti. Qanday bo'ladi? Ketdi shunday. Yemoq ichmoqqa kafolatlari qanaqa buni? Bir hafta. Bir hafta bularga yemoq ichmoqlariga kafolati bor. Akalar puli yengil so'raganlarga puli yengilroqlarni olib chiqdik. Dummasi kamroq, go'shini ko'proq, yog'ini ozroq qiladigan variantlardan. Inshaalloh kelinglar. Og'onadan baraka topadi. Farhodjon dangal ishlanmasa kelib ko'rishsin. Kim bu imkoniyati bo'lsa tepasiga kelib ko'rishsin. Bir sanarga shunday olishadi hammasini. Kelgan olib ko'rgan odam. Aka, avvalo rizq nasiba. Kimga Shunday. nasib qilgan bo'lsa Og'onga ketadi. sotganga Alloh taolo barakasini bersin. Kelishsin bir yerga bo'lsa yana xayri bir og'ondan baraka topsin. Jonsiz. Manzilni aytib qo'yamizmi? Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida.